Mana shu ixlos deganda, ixlosda gap ko'paganda, mana Sahih Muslim kitobini olasizmi yoki Sahih Buxoriyni olasizmi? Hamma masalan muhaddislar kitoblarini boshida niyat yoki ixlos bobi bilan boshlashadi kitoblarni. Ya'niki innamal a'malu binniyat deganlardek, hamma narsa birinchi niyatga qarab, ixlosga, muhabbatga qarab. Mana shu hadis kitoblarimizda birinchi bobi, ya'ni ixlos yoki niyat bobini o'qisangiz, deyarli hamma muhaddislar bir hadisni rivoyat qilishadi. Ko'p hadislar ko'p. Muhaddislarning ichida qissatu salasati degan so'z bilan ham bu hadis mashhur. Ya'ni 3 kishini qissasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mana shu ixlos haqida gap ketganda Rasulullohning bir hadislarini eslaysiz, aynan mana shu qissatu salasa 3 kishini qissasi. Aytadilarki, payg'ambar vasallam sizlardan oldingi bo'lgan qavmlarning ichida bir 3 kishi bo'lgan edi. Toqqa bir aylanganimi yo bir o'zlarining bir hojatlari uchun bir toqqa chiqishib o'zlarini yo'llarida ketishayotgan paytida bir sel keldi-yu, hammalari, uchovlari endi yomg'irdan qochishib, seldan qochishib bir g'orga kirdilar. G'orga kirganlarida yomg'ir endi kuchayib, sellar kuchayib, bir toshni yomg'ir harakatlantirib, yurgizib, shunaqa bo'ldiki, haligi tosh yumalab g'orning og'zini yopib qo'ydi deyiladi. Tamomiy yopdi, hattoki shu nur ham tushmaydigan darajada to'liq g'orning ichidagilar tashqariga chiqolmay qoladigan darajada g'orning og'zini yopib qo'ydi dedilar. Shunda sel tinib, yomg'ir tinib, haligi uchalari endi tashqariga chiqaylik, endi mana najot topdik yomg'irdan, mana ho'l bo'lmadik, boshqa. Shu harakat qilishadi, itarishadi, haligi toshni qimirlatishga hech bir kuchlari yo'q, madorlari yo'q. Katta tosh ekan endi. Haligi joyda qarang, ulamolar aytadiki, hech birorta insonni kelib ularni qutqarishini ham umidi yo'q. Chunki ularning izlarini yomg'ir ham yo'q qilib Yomg'ir ham yo'q qilib Baqirib yordam so'ray desa, birorta odamga ularning ovozi ham chiqmaydi. Faqat uchala insonning umidi illo billo faqat Allohdan. Faqat Allohdan. Haligi joyda endi boshqa ikkinchi insonni va boshqa bir insonning yordamini umidi uzilgan. Shunda uchovlari bir-birlariga qarab, ana endi shu ajalimiz yaqinga o'xshaydi. Shu yerda endi vafot etib, birov hech kim xabar olmay, shu yerda ochlikdan, chanqoqdan o'lib ketamiz shekilli deb uchovlarini bir-biriga hasratlashib, kelinglar, noumid shayton, hayotlaring mobaynida ixlos bilan faqat Alloh uchun qilgan amallaring bo'lsa, shu yerda bir eslab, Xudodan bir madad so'raylik. Shu qilgan solih amallarimizni vasila qilib, Xudoning o'zidan bir yordam so'raylik, ajab emas. Noumid shayton deyshadi. Xudodan umidimizni uzmaylikchi. Ya'ni bir boshdan kimni qanaqangi amali bo'lsa, Xudodan bir faqat Alloh uchun qilgan bir ishi bo'lsa, shu yerda birma-bir eslab Xudodan yordam so'raylik. Shunda birinchilari boshladiki, meni hayotimda bir shuna holat bo'lgan. Ota-onam bo'lardi. Ular qari edi, yoshlari ulug' edi. Ulardan tashqari yosh go'daklarim ham bor edi. Ayolim ham bor edi. Men bitta o'zim oilada hammasiga qarab yurardim. Har kuni ertalab qo'ylarimni, tuyalarimni, sigirlarimni yaylovga olib chiqib boqib, yelinini sutga to'ldirib, kechki payt asrdan keyin yo shomga yaqin kelib, sigirni qo'ydi so'yib, birinchi ota-onamni sut bilan ovqatlantirardim, keyin bolalarimni yedirardim. Kunlardan bir kuni shu yo'lda kelyapti, ozgina vaqt cho'zildi, boshqa bo'ldi, yo qo'ylarni uzoqroqqa olib borgan ekanmanmi, kech qoldim. Shomdan keyin Xuftonga yaqin bo'lib ketdi. Kelsam qo'ylarimni joylab, sigirlarimni joylab, sog'ib idishga ota-onamga birinchi
sutni berib, birinchi ularni to'yintirib, keyin bolalarimni. O'sha odatim shu edi. Sutni sog'ib kelsam, ota-onam uxlab qolibdi. Ota-onam uxlab qolibdi. Sutni ushlagan holatda ularni boshida to tonggacha turdim. Ularni uyg'otishga hayo qildim. Endi uxlab qolishdi, jinni dam olish bo'lsin. Sutni ko'targan holatda otam va onamni boshida turib, to tonggacha, bomdodgacha ularni uyg'onishini kutdim. Endi hadisda shunday keladiki, haligi inson aytadiki, ota-onamni oldi boshiga kelib sutni ularni, demak, sut bilan ularni to'yintiraman deb atrofimda yosh chaqaloqlarim, bolalarim dod deb yig'layapti ochlikdan qarang. Atrofimdagi chaqaloqlar, bolalarim dod deb yig'layapti. Ochlikdan shu sutni bersam, ular ham qonadi, uxlaydi masalan. Lekin meni odatim hamma narsadan ota-onani birinchi ustun qo'yish. Meni odatim shu edi. Birinchi ota-onam yesin, ulardan keyin ulardan otganni keyin bola chaqam yerdi. Bolalarim ham oyog'imga nima qilishib, tirmashib, bechoralar dod deb yig'lashib, ular ham yig'lab ochlikdan oxir ular ham uxlab qoldi. To tonggacha ota-onamning boshida, demak, ularni kutib, keyin ertalab tongda uyg'onishib, qo'limdan sutni olib ichdi. Ey Allohim, men shu amalimni xolis sen uchun qilgan edim. Parvardigor olam, o'zing mehribon, o'zing o'sha paytda niyatimni, ixlosimni bilgan eding. Bu yerda mana g'orning ichida sendan boshqa najotimiz yo'q, Xudoyim. Agar shu qilgan amalimni xolis sen uchun qilgan bo'lsam, bizlarga yordam bergan. Mana bu g'orning og'zini, toshni ozgina ochgin, quyosh bizga ko'rinsin, hech bo'lmasa deb duo qildi haligi inson. Ixlosning kuchini qarang. Haqiqatda shu inson ota-onasiga xizmat, ota-onasini ulug' har narsadan ustun qo'yishlik, ota-onasiga bo'lgan xizmat fi sabililloh, Xudo uchun, ixlos uchun qilgan ekan. Haligi joyda g'orni og'zida turgan tosh ozgina qimirlab, shu quyosh tushadigan darajada ochildi. Lekin baribir chiqib ketishning iloji yo'q. Keyin dedilar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana so'zlarda davom etib, ikkinchi inson gap boshladi. Men ham hozir mana o'ylab qarasam, hayotimda xuddi shunaqa bir ish bo'lgan ekan. Xudo uchun qilgan bir ixlos bilan, muhabbat bilan qilgan bir ishim bo'lgan ekan hayotimda. Ammami qizi bo'lardi, amakimi qizi bo'lardi. Dunyoda eng yaxshi ko'rgan, men uchun suyukli, muhabbat qo'ygan insonim shu edi. Hayotimda bir dona istagim, talabim bo'lsa, niyatim bo'lsa, faqat shu qizga erishish. Nihoyatda yaxshi ko'rardim. Erkak kishiki ayollarni qanday yaxshi ko'rsa, shundan yaxshi, undan ham ziyoda yaxshi ko'rardim. Niyatim shu qizga bir erishish, qachondir bir shunaqa niyatim bor edi. Kunlardan bir kuni 100 dinor unga taklif qilib ko'rdim. 100 dinor beraman. Mana shu niyatimga imkon berasanmi? Men seni yaxshi ko'raman, istagim shu, sen bilan bir yotish deydimi, bir nafsimni qondirish. Shunda deydi, haligi amakimning qizi xo'p deb oldi. Qayerdan bo'lsa ham 100 dinorni topdim. Olib kelib haligi qizga berdim. Bu qiz ham imkon berdi. Hech kim yo'q. Ikkalamiz erkaklar ayolini ustiga chiqib, qana holatda, masalan, shu nafsini qondiradigan holat bo'lsa, ana shu holatga keldik. Faqat shu bir ish qoldi, o'sha nafsni qondirish. Haligi joyda o'yladim. Ey Allohning quli, sen bu qilayotgan ishing harom. Seni bu qilayotgan ishing zino. Seni bu qilayotgan ishing gunoh. Ke shuni Alloh uchun tark et. Xudo uchun ixlos bilan, muhabbat bilan shu ishingni tark et. Faqat Allohning roziligi uchun. Parvardigor olamning roziligi uchun. Ke hadisda matnda shunday keladiki, o'zingni o'zini haqqi bilan yechkin. Ya'niki har ishda o'zini haqqi bor. Ya'ni halollab, boshqa qilib, chiroyli holatda o'zini o'rnida qilish kerak. Haligi joyda o'zimga o'zim nasihat qilyapman, ittaqillah, ey Allohning bandasi, Xudodan qo'rqin, Xudoga taqvo qilgin. Shunda haligi joyda Xudo meni hidoyat qildi. O'zimga kelib, ey palonchi,
ya'ni o'sha qizga murojaat qilib, bor, men nafsimni qondirmayman, xudo uchun shu ishimni tark etaman, Alloh uchun. Bo'lmasam birov bir ko'rib qolayotgan, yo'q bir kamera, yo'q videoga chiqib sharmanda bo'larmikin, faqat Alloh uchun tark etdim. O'sha 100 dinor ham seniki. 100 dinor ham seniki. Men shu ishimni xudo uchun tark etdim, Allohdan qo'rqdim. deb haligi joydan o'rnimdan turib, demak shu ishni tark etdim. Parvardigor olam, o'zing ko'rguvchisan, o'zing bilguvchisan, har bir narsani o'zing shohidisan. Qalblarni ham bilguvchi zotsan. Ana shu ishimni xolis sen uchun qilgan bo'lsam, bizlarga farrij anna ya robbil alamin deb duo qildilar. Ey Allohim, bizlarni mana bu musibatdan o'zing qutqargin. Qarang, ikkinchi inson ham shu ishini, ya'ni tark etgan zino ishini, xunuk ishini xudo uchun qilgan ekan, ixlos bilan. Yana gumburlab hali g'orni og'zidagi tosh yana ozgina siljidi, lekin baribir chiqib ketishga imkoniyati yo'q. Shunda uchinchi inson gap boshladi g'orning ichidagi. Sizlarda endi bu gaplarni eshitib, meni ham hayotim mobaynida qilgan bir ish hayolimga kelyapti. Men ham shu ishimni Xudoga vasila qilib aytib bir duo qilib ko'raychi. Alloh uchun qilgan edim. Men bozordan o'sha ishchilarni, o'zimiz tilda aytganda mardikorga o'xshagan ishchilarni olib kelib ishlatar edim. Dehqon bo'lgan edim, yerlarim bor edi. Kunlardan bir kunda 10 tami, 15 tami odamni olib kelib ishlatdim. Ishlatib, hamma ishimni qildirib bo'lgandan keyin kechki payt hammalariga haq beryapti. Har biriga bir hovuchdan bug'doyni kelishgan edik. Har bitta masalan 10 kishimi, 15 kishimi bir hovuchdan ish haqi kelishgan edik. Har bittalariga bir hovuch qilib ish haqlarini tarqatyapsam, shunda ularning ichida bittasi atiga shu bir hovuchgina bug'doymi dedi-da, men beradigan haqni olmasdan oz sanab turib ketib yubordi. Qarang. Hammalar rozi bo'lib, bo'ldi, hammamiz rozi, biz mehnatimizga, siz ham bergan haqqingizga rozi bo'ling deb ketgan. O'zi ichlardan bittasi shu bir hovuch bug'doyini olmay ketdi haqqini. Men shu bir hovuch bug'doyni olamanmi? Chiqib uyimdan ketib bordi. Keyin men nima qildim? Birovning haqqi, qarang azizlar, birovning haqqi. Bir hovuch bo'lsa ham birovning haqqi. Shu bir hovuchni yerimni bir chekkasiga men sevib qo'ydim. Sevib qo'ygan edim, haligi joydan bug'doy chiqdi. Bug'doylarni o'rib qo'ydim. Haligi bir hovuch bug'doyi bir qop bug'doy bo'ldi. Bir qop bug'doyni yana bahor keldi, yana sevib qo'ydim. Bir qopi 10 qop, 10 qopi 50 qop, 50 qopi 1000 qop bo'lib, mana Xudo baraka berib, haligi bir hovuch oradan qanchadir yil o'tdi, muddat o'tdi, boshqa o'tdi, Xudo haligi insonni bir hovuch nimasiga qarang. Bug'doyga baraka berib, bir uyum qo'y, bir uyum sigir va shu qo'ylarni, sigirlarni, hatto tuya ham keladi. Hadisda sharhida tuya ham deb keladi. Bir uyum tuya. Va o'sha qo'y, sigir, tuyalarni boqadigan yana bir nechta ishchilar. Oradan bir necha yil o'tib, hali bir hovuch bug'doy yillar o'tib ko'payib, haligini men tek qo'yib qo'ymadim-da, birovning haqqi deb, omonat deb bildim. Haligini ko'paytirib turdim. Yana necha yil o'tgandan keyin haligi inson kelib, "Esingdami? Meni haqqim qolib ketuvdi. Bir hovuch bug'doy, o'shani ber" deb yana bir yillar o'tib kelib qoldi hali odam. Shunda hali odamga qarab, "Mana seni o'sha bir hovuch bug'doyim, mana bir uyum sigir, bir uyum qo'y, yana bir qanchadir tuya bo'ldi va ularni boqiydigan mana ishchilari ham nechtadir. Ol, mana shu seni haqqing. Shu bir hovuch bug'doying shuncha bo'ldi." Desam, haligi inson menga qarab ustimdan kulma meni. Men bir oddiy, kichkina bir ishchi odam bo'lsam, o'shanda ham haqqimni bermading, palon bo'lgan. Men seni ustingdan kulayotganim yo'q. Seni haqqingga bir donas bug'doyga ham xiyonat qilmadim. Ol, men seni haqqing. Haligi inson shunaqa xursandki, osmonlarda uchib, tasavvur qiling endi. Bir odamda bir 5000 so'm pulingiz qolib ketuvdi. 5-6 yildan keyin kelsangiz, bitta mashina qilib qo'yibdi yangi. Rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Sizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Hozir bitta odamga mashina bersangiz, 5000 so'm qilib qo'yapti, naborat qilib qo'yapti. Qarang, omonatdorlik yo'qolib ketdi. Haligi haq egasiga haqlarini berib, topshirib, haligini xursand yetalab qo'ylarini deydi, nima mollarini yetalab ketyapti. Orqasidan, "Ey Xudoyim,
sen uchun qildim, faqat illo billah seni rizoying, sen uchun ixlos muhabbat bilan qildim. Ey Alloh dedi, qani g'orda ichida turish uchinchi inson qo'lini duoga ochib, mana shu ishimni sen uchun qilgan bo'lsam, bizlarni Alloh farrijana ya robbil alamin. Ey Parvardigor olam, bizni mana bu biz hozir biz tushib qolgan musibatdan bu nimadan o'zing qutqargin deganlarda gumburlab g'orda og'zi ochilib ketdi, tosh yumalab ketdi pastga qarab. Qarang. Bular uchovlari Allohning avliyolari edi, Xudoga yaqin bo'lgan insonlar edi. Amallarini xolis Alloh uchun qiluvchilar edi. Va ularni uchala qilgan mana shu amallari qarang, Xudoning dargohida maqbul bo'lib, hattoki solih amallar insonni boshiga kelgan musibatlardan ham saqlar ekanda. Sadaqat berib qo'ysang deydi, senga kelayotgan musibatlar qaytib ketadi. Ihson chiqarib qo'ygan, istig'for aytib qo'ygan. Alloh ertaga ertalab shu bandani ustiga bir musibat keladi desa, o'sha ertalab turganda banda bomdod namozidan keyin 10 marta astag'firulloh aytar ekan. Astag'firu billahi va ma kana Allohu mu'azzibahu va ma kana Allohu va ma kana Allohu qanaqa keladi qolakalar? Alloh bir qavmning ustiga hech ham baloni yubormaydi va hum yastag'firun. Ular Allohga istig'for aytar ekanlar, modomiki. Istig'for aytsa, sadaqa qilsa, ihson qilsa, namoz o'qisa, ibodat qilsa, bir gunohini Xudo uchun tark etsa, uni boshiga kelayotgan musibatlar, qiyinchiliklar hammasi qaytib ketar ekan. Tushgan bo'lsa, demak, boshidan tarqalib ketar ekan. Xuddi qora bulutlar tarqalib, uni o'rniga quyosh chiqqan singari. Shuning uchun muhtaram azizlar, ibodatlarimiz, har bir qilayotgan ishimiz ixlos bilan bo'lsa, muhabbat bilan bo'lsa, uni ortida turgan ixlos muhabbatda juda gap katta ekanda. Qarang, bu uchala insonning qissasini payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shu hadisda mana shu aytib beradilar. Qur'onda kelgan qissalar bor. Endi ba'zi qissalar Qur'oniy emas, nabaviy deyiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Qur'onda emas, o'zlari hadisda aytib bergan avvalgi qavmlarning qissalari bor. Har bir muhaddis borki, demak o'zini birinchi kitobini ixlos va niyat bobida mana shu hadisda keltiradilar. Ulamolar yana ko'p bu hadisni juda uzoq sharhlaganlar. Endi bu joyda hozir gapiramiz desak, juda vaqtimiz ham ketib qolishi mumkin. Men bir narsadan xavotirim bor, shu tashqarida havo ham aynib turibdi. Yomg'ir tomchilab qolmasdan tezroq bu ihsonlarni kuzatib olsak ham bir yaxshi yutug'imiz. Lekin bir narsani aytgan bo'lardim. Azizlar, mana Xudo uchun zinoni tark etish. Alloh uchun ota-onaga xizmat, Xudo uchun ota-onaga xizmat va Alloh uchun ixlos bilan, muhabbat bilan birovni haqqini yemaslik, omonatdorlik. Hozirgi kunimizga rosa tushadigan gaplardan bunday o'ylab qarasangiz. Hozirgi kunimizga rosa bir hali og'rib turgan yaramizga xuddi bir malhamni davoni qo'ygan deydi. Bu hadisda ko'p joyda shu kunlarda aytyapmiz. Mana yoshlar ota-onasini hurmat qilsin. Ota-onasiga bo'lgan xizmat, ota-onasiga bo'lgan xizmat, shirin gap. Mana yaqinda bir bola yozdimikin, yoshini so'ramabman, Telegramdan yozdi, internetdan yozdi, o'sha Qo'qon tarafdan ekan. Qoraka deydi, bir masala eshitib qoldim. Ota-ona ham oq bo'lar ekan farzandiga. Shu ota-onam meni oq bo'lgan menga. Nimaga ular deyapsiz? Aqa o'tsam ham so'kaveradi, dadam baqa o'tsam ham so'kaveradi. Yaxshi gapi yo'q. San usan shu darajada endi bir otasidan, onasidan bas otasidan shikoyat qilib qoldiki, qoraka deydi, tushuntirib bera olmayapman. Endi o'zingiz ko'rsangiz bilasiz. Gohida shu akam ikkovimiz o'ylanib qolamiz, shu ota-onam meni boqib olganmikin bir yetimxonadan. Bu insonni farzandi emasmikin biz deb o'ylab qolamiz gohida. Yaxshi gap yo'q-da. Unaqada, bunaqada. Endi otangiz endi sizga qancha narsa qilib bergan, axir sizni katta qildi. Shu ishni ham qilib bermaganda deydi, qarang. O'sha bir narsa ham qilib qo'ymaganda. Ishtima qilib qo'ymaganmi, ha? Mana shu mana oldimizda turibdi, mana baklashka deb bo'lganmizda biz paytida. Masalan, oddiy narsa, nima baklashka, mana shu ko'lanimi, deynadimi, nimani bo'lsa ham shu
baklashga deb chaqaloq bo'lganmiz. Shuni olib chiqib ahlatga bitta otib olsa ham bo'ldi edi masalan, to'g'rimi? Qamaveradi, 5-6 yilda chiqib kelaveradi masalan. Yo bir zakin-pakin yo borib suvga tashlab yuborsa bo'ldi, hayotimiz tugardi masalan. Shu otib olmagani ham katta ishda otani masalan yoki onani. Shu nima qilib yuvib, tarab, och qolsak qonimizni to'ygizib, kechasi yig'lasak, turib qarab, boshqa qilib doktorga olib chiqib, bejora bizni sog'ligimiz uchun o'zini sog'ligini ketkizib, mana shu bir qarishligimizda ko'chaga olib chiqib bir joyga irg'itib uloqtirib olmagani ham katta biz uchun yaxshilik ota-onamiz. Keyin o'sha Makkada o'tirib, u bola bilan gaplashayotgandim. Qarang, Xudoning qudrati. Qo'limda 1001 hadis turibdi qoraga qarang. Hali o'zbekcha, arabcha, o'zimcha varaqlab o'tirdim, o'sha bola yozgan. Xudoning qudrati bilan shuni kitobga qarasam, anta va maluka li abika degan hadis ochiq turibdi hali joyda. Telefonimni shuni rasmga olib tashlab qo'ydim qarang. Ya'ni sen ham, seni moli dunyoing ham otangniki. O'zing emas, hatto qo'lingdagi mol, o'tirgan mashining, do'koning, puling, dollaring, so'ming, tilloing ko'pish hamma narsa parsang bilan otangniki san degan hadis turibdi. Ali bolaga aytdim, qarang, siz bilan gaplashyapman, Xudoning qudrati bilan varaqlab turgan kitobimda shu hadis ochiqroq turibdi. Mana shu hadisiga kifoya. Rasmga olib tashlab qo'ysam, qoraga tushundim, endi salpal boshqa. Endi bitta masala eshitib qoldim. Ota-ona ham shu farzandga oq bo'lar ekan, farzand ota-onaga emas, ota-ona ham farzandga oq bo'lar ekan desa, shu meni otam menga oq bo'lganmikin deb noto'g'ri tushungan ekanman deb sal qanoatlangan bo'ldi. Qarang azizlar, yoshlarimiz boshqacha fikrlab qolyapti hozir. Ota-ona haqida gapirmasak, uni haqqi, uni qana hurmat qilish, mana hozirgi hadis qarang. Qarang, mana shu hadisda hozirgi 3 kishining hadisida o'sha birinchi insonni ota-onasiga benihoya hurmati izhor bo'lyapti bitta. Bo'lmasam o'sha sutni ushab, ota-onasini boshida turib, ota-ona uxlab qoldi, bo'ldi, tamom. Hali yig'lab turgan oyog'in tagida otasiga nima qilib, o'shanda aytadi, ota-onamning ustida turibman deydi. Bolalarim dod deb ochlikdan chiyqirab, mana nimamga oyog'imga osilishyapti deydi. Mishiqchalar, kuchukchalar kelib olib oyog'ingiz tagida o'ynashadi yoki o'g'lingiz kelib, "Dada, pul bering, magazinga chiqaman" deb oyog'ingizga osiladi-yu. Qana rahmingiz kelib ketadi. O'shanda ham farzandlarimga rahm qilmay ota-onamga ushab turdim ustida deydi. Qarang, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har bir gaplarining tagida olam ma'no bor. Bo'lmasam, mana kecha ham bir olimda sharhini eshitdim shu hadisda. Bo'lmasam bo'lardi, sutdim deb berib turib, bolalariga berib turib, men endi dadam ayam uxlab qolibdi. Bo'lmasam o'sha molini sigiri ertalabgacha yana nimasi to'lishi mumkin edi, yelini. Hozir bolalariga berib turib uxlatib, ertalabga yana ota-onasiga yangi sut bersa bo'lardi. Lekin deydi, qarang, ota-onaga bo'lgan ta'zim, ota-onaga bo'lgan hurmati, ehtirom komil darajada Rasululloh ifodalab berdilar. Hatto ota-onaga bo'lgan masalan ularni muqaddam qilishlik odatini ham buzgish kelmadi shu odam. Har doimki birinchi ota-onam ichgan sutni, keyin bolalarim ichgan. Ba'zida xotinni ustidan qo'yib qo'yapti-ku ba'zi farzandlar masalan. U bola chaqasini emas, mayli endi bola chaqasi bo'lsa endi ota-onalik qalbida nimasi kelib ketibdi, mehri kelib ketibdi endi. Qaysi ota-ona masalan farzandiga bemehr? Biz ota-onalarimiz shuna qilsa, agar so'kamiz, bermaysan bolangga birinchi, men yo'raman keyin deydi masalan biz ota-ona. Bolalarni qo'ying, xotinini gapiga kirib qo'yadi ba'zi masalan farzandlar. To'ydim bu dadangiz, ayingiz xizmatdan bitta kvartira olib chiqib ketdi, alohida desa, ketyapti tashlab ota-onasini. Meni dunyoga kelishimga sababchi edi bular. Nariroqda o'ynab turing, men birinchi bularni xizmat qilib olay demayapti ba'zi farzandlar masalan. Xotinidan ustun ko'ryapti. Bekorga sura Isroda Estaizu billah fa imma yablughanna indakal kibara degan Xudoyim. Qarang, Parvardigor. Ota-onang seni huzuringda ulug'lik yoshiga yetsalar, ana o'shanda haqiqiy nima boshlanar ekanda farzandlarga sinov, imtihon. Ota-ona pul topganda, palonchijon, pistonchixon bo'lib turganda hamma farzandga kerak ota-ona. Hamma u ota-ona bilan birga. Ammo qo'lidan hech nima kelmay, yosh bolaga yegan ovqatini ham to'kib yuborib, buni to'shagini uvoq qilib, kiyimini
dog' qilib boshqa qiladigan paytda san ham olib ketib qara endi bugun. Ha deb men ham qaraveramanmi? Charchab ketdim. U qildim, bu qildim, men ham bu ish pishlarimni qilib, ana endi san qara, men qara, san qara, men qara bo'lib qolyapti. Ko'zimiz bilan ko'rib, qulog'imiz bilan eshitib, usta shohidan bo'lyapmiz, ba'zi shuna bo'layotgan ish. Ana o'sha paytda astag'firu billah fa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, yo ularning birlari yo ikkovlari seni oldingda ulug'lik yoshga yetsalar, ana o'sha paytda haqiqiy sinov boshlanadi. Fala taqul lahumma uffin. Ota-onaga beriladigan zararni, eng farzand tarafidan beriladigan ota-onaga eng kichkina zarar bir ish aytsalar uf deyishlar ekan. Eng kichkinasi shu ekan. Parvardigor olam shuni ham qilma deyapti. Bu uni tepasida ishlarni qo'yavering. Gap qaytarish, do'ng'illab gapirish, ovozni baland ko'tarishlik, u bilan tortishlik, unga aql o'rgatishlik, telefon qilsa olmaslik, uni jahlini, asabini buzishlik, kayfiyatini tushirish qo'yavering. Hatto o'sha bir ish aytsalar uf deyishlikda ham Parvardigor olam surada oyatda qaytaryapti. Qarang, mana ota-onani behurmat qilib qo'ygan yoshlar ko'payib ketyapti kundan kunga. Xo'p, omonatdorlik eng qimmat narsa bo'lib qoldi. Makkada bir Batha Qurash degan joyda o'tirsak, choy ichib, mana Hoji Akbar qora akam yaxshi biladi, bir bloger bola kelib qoldi. Bloger bola kelib, qora aka 5-6 ta savol beray dedi, syomka qilib internetga chiqarib olaman. Bering savolingizni dedim. Qarang, savolni ham chiroylilarni berdi. Qora aka, bugunlik zamonda eng katta ibodat qaysi dedi? To'g'ri, hech ikkilanmasdan omonatdorlik, birovning haqqini yemaslik deb javob berdi. Qarang. To'g'ri-da. Hajga borgan ham, umraga borgan ham, palonchi qori ham, pistonchi olim ham, kimi esiz uni haqqini yeb qo'ygan, bundan olib pul bermagan, hoji aka desa ishonibman, namoz o'qisa ishonibman, joyida soqoli bo'lsa endi yaxshi inson deb o'ylabman. Har ikkita gapida bismillah, mashaalloh, alhamdulillah desa yaxshi odam deb o'ylabman. Bugunlik zamonimizda eng katta ibodat, muhtaram azizlar, bu omonatdorlik, birovning haqqini yemaslik bo'lib qoldi. Mayli bormasin umraga. Mayli, falon bir ro'zalar tutib kechasi tahajjud mayli. Birovning haqqini yemay yursin ko'chada. Eng katta ibodat, eng katta yutuq, eng katta fazilat shu bo'lib qoldi. Omonatdor odamni topishlik qiyin bo'lib qoldi. Mana hozirgi hadis bir xovuch birovning haqqini nima qilib qo'yapti? Menga zararmi? Xola sen ol deb orqasidan bir chachib olsa ham bo'lardi masalan. Kelishuvni berdim. Bo'lmasam hadisda shunday keladi. 10 ta 15 tasi rozi bo'lib ketdi. Men kelishilgan narxda berdim. Kelishilgan ajrda berdim. Ya'ni summa deymizmi o'sha. Bittasi bunday qo'limga qarab shu bir xovuchga ishlab qo'ydim deb ketib yubordi xolos. Norizo qilgan yo'q bu odam. Shu bir xovuch nimani omonatdorlikda qarang birovning haqqini. Shuni yetishtirib, bug'doy qilib, bug'doyni ko'paytirib, tegirmondan menga nima desa bo'lardi masalan. Qachondir so'rab kelib qolishi mumkin, ko'paytirib turdi qarang. Mana haqida haqiqiy mo'minlik, mana haqiqiy musulmonlik. Bir misolni aytsam odamlar kuladi. Bilasizlarmi, biz qachon mo'min musulmon bo'lamiz? Biz qachon biz iymonimiz komil bo'ladi? Masjidlarimiz to'lganda emas. Mahallada birorta umraga, hajga bormagan odam qolmaganda emas. Mahallada birorta joyida soqoli yo'q bir hoji aka, bir palonchi, pistonchi qolmaganda emas. Uyda xatmi Qur'on ihson qilmagan birorta odam qolmaganda emas. Qachon biz iymonimiz komil bo'ladi? Qachonki Toshloqimizni, shaharimizni eng odam gavjum joyi qayerda? Vokzalmi masalan? yoki Toshloq bozorchasimi masalan? O'sha yerda talabda bitta odamni cho'ntagidan o'tib ketsa $10,000 pappat yerga tushib qoldi. Shu pochtani oldi deb tasavvur qilasizmi? Vokzal deb tasavvur qilasizmi? Bozorcha deb tasavvur qilasizmi? Tasavvur qiling, eng odam gavjum. Ana shu joyda bitta insonni $10,000 pul tushib qoldi. Hali bechora $10,000 ertalab tushib qolgan bo'lsa, kechgacha turdi yerda qarang. Birov aql o'tiyatib bir tepadi, birov baq o'tiyatib bir tepadi. Pulmi? Birovning haqqi tushib o'tib ketyapti odamlar qarang. Hali bechora $10,000
changlarga, tulpoqlarga nima bo'lib, oxiri keyin shom bo'lib ketdi. Bitta odam kelib, to'rtta militsiyani chaqirib, birovni haqqi tushib qoldi, shunda biz nima qilib qo'yinglar? Ha, bir olib qo'yinglar, birovni haqqi zoyi bo'lmasa. Bo'lganmi shu zamonlar? Bo'lishi mumkinmi? Hozir qanaqa? Har odamni cho'ntagidan tushib, yerga tushib ulgurmaydi, havoda yo'q bo'ladi. Ana o'sha paytda bo'lgan bunaqa holatlar azizlar. Men qani endi vaqtimiz bemalol bo'lsa, tarixdan misol keltirib beraman. Bunaqa holatlar bo'lgan. Musulmonlarning boshidan o'tgan bunaqa holatlar. 10 ming dollar bas. Bir yosh bola, masalan, mollarimizga yem beradigan tog'oramiz bor-ku. Ana shu tog'orada katta tog'orada endi necha kilo bir tasavvur qiling, 20 kilo, 25 kilolik tog'orada to'la tilloni yosh bola, 5 yashar, 6 yashar bola to Yamandan to o'sha Iroqda qaysi shahrigacha o'sha tilloni ko'tarib borsa, bitta ichidagi gramli ziragi yo'qolmaydigan darajada bemalol yosh bola yurib boradigan darajada zamonlar o'tgan. Sahobalar davrida, tobiinlardan, xalifalar shunaqa zamonlar kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u bashorat qilganlar buni. Bo'lgan bu nimalar. O'sha Umaviylar, Abbosiylar davrida shuna holatlar bo'lgan. Tasavvur qiling, hali 5 yasharli bolasiga bolam kim qandni san oygin, buni holvani san oygin, usti boshingdagi bir tovoq tilloni menga ber desam deb almashib qo'yadigan zamonlar. Darajada shu zamon kichkina. Masjidul Aqsoni fath qilgan podshoh kim edi? Salohiddin Ayyubiy. Shu kishining davrida ham shunday zamon bo'lgan ekan, qarang. Bu kishi farmon chiqardi. Mirshablarning boshlig'ini chaqirib, "O'y, ayt odamlarga, birorta do'konda hech kim bekitmasin. Bir hafta 3 kun do'konlar bekilmasin, kassalarni qullamanglar. Odamlarning tovari, moli ko'chada qolsin, hech kim hech nimasini, uyini ham qullamasin, odamlar ham hatto hamma yo'q ochiq qolsin." Farmon chiqardi, qarang. Salohiddin Ayyubiy. Mirshablar hamma yo'qqa e'lon qilib darrov yetkazishdi. Boshqa bo'ldi. Keyin oradan 3 kun, bir hafta o'tgandan keyin mirshab boshini hozirgi tilda aytganda Ichki ishlar vazirini chaqirib, "Nima bo'ldi? Meni farmonim bo'ldi, hazrat farmoni oling. O'zlarining farmonlari bajo bo'ldi. Nima bo'ldi? Ha, o'sha 3 kun, bir hafta siz aytgan muddat birorta tijoratchi do'konini ham, uyini ham hech kim hech nimasini qulplamadi. Mana shu bir hafta mobaynida o'g'rilik bo'ldi degan sani oldinga shikoyat keldimi?" Ichki ishlar vaziri mirshab bosh aytdi-ku, "Yo'q" dedi, qarang. Bir hafta 10 kun mobaynida biror marta o'g'rilik bir narsa yo'qoldi, uyimga bitta o'g'ri tushibdi, yo do'konimda bir narsani o'g'irlab ketibdi, yo kassamni o'marib degan shikoyat yo'q. Ana endi Masjidul Aqsoga yurish qilsam bo'laver ekan. Lashkarimni, xalqimni iymoni endi komil bo'libdi deganlar, qarang. Va ana shu musulmonlar bilan borib kelib Masjidul Aqsoni bir hamlada nima qilganlarda. Bugun nimaga musulmonlar ahvolimiz ikkita moshinada ketayotgan o'tda bir-birimizga ishonmayapmiz, qarang. Ishonmayapmiz. Umraga borib kelaverib, kelib beraman desa ishonibmiz, qarang. Borib ibodatlarni qilib, kelib umra ibodatini ertaga Xudoning huzuriga borganda, "Xudoyim, mana umra qilib keldim" deydigan ibodat pulini bermayapti, qarang masalan. Ana ko'rlaysizmi azizlar? Eng bugungi zamonda eng qimmat narsa bu omonatdorlik, ya'ni birovni haqqini yemaslik. Gapiramiz desak, misollar juda ko'p. Qarang, qancha gaplar bor. Bu hozirgi o'sha g'or egalari deganda o'sha o Kahf surasidagi nima ham tushuniladi. G'or egalari deganda hadisda hozirgi biz aytgan hadis ham, ya'ni o'sha 3 ta inson voqeasi ham tushuniladi. Ota-onasiga go'zal xizmat qilibdi, birovni haqqini yemabdi va 3-inchisi zinodan qaytibdi, shu ko'lni ariqni labidan qaytibdi. Bir oyog'ini botirsa suvga tushadigan holatdan zinodan qaytibdi. Azizlar, men yoshlarga gapiradim, bo'ydaqlar, ko'zlaringizni ochinglar, zino yo'liga kirib qolmanglar. Xudo bir bu yo'lga nima qilmanglar, ertaga sizlarga ham shunaqasi Xudo Qur'onda astag'firu billahi va zani la yankihu illa zaniyatan. Zino qilsang, men senga zino qilgan ayolni berib qo'yaman. Va zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Zino qiluvchi ayollar bo'lsa, unga erkin bo'ladi, yo zino qiluvchi yo bir temda dini yo'q mushrik bo'ladi degan Xudoning oyati bor.
Shu oyatlarda aytib ko'proq yoshlarga gapirar ekanmiz, u yosh kattalar ham bu gunohni qilib yurar ekan, Xudo saqlasin. Ha? Shu eri Rossiyaga ketgan xotinlarga ko'z olaytirib, telefonda yozib, ushalib olib, xotinini, nevarasini oldida sharmanda bo'layotganlar ham mahalla ko'yda oldida yuziga qarab borayotganlar ham ko'paygan, Xudo saqlasin. Qiyomatda eng qattiq azob beradigan 3 toifa bor deydi Xudoyim. Men shu insonlardan-da ko'ra ular boshqa hech kimga azob bermayman. 3 ta inson. Shulardan biri shayxun zanin deganlar. Ya'ni yosh katta bo'lib turib, aqli kirib, xotini bor, nevarasi bor, bir katta bir nasihat go'y bir odamlarga ibrat bo'ladigan yoshda bo'lib turib zino qilgan inson deganlarda. Endi bo'ydagi yigit zino qilsa, qulog'idagi bir shapala orasida nima deydi, nafsini ko'yiga kirib qo'yibdi. Endi yosh bola ham uylanmagan. O'shaning uchun zino qilsa, haligi uylanmasdan zino qilsa, unga darra uriladi. Uylanib turib zino qilsa, toshbo'ronni shariatda ham shunaqa. Ha, endi uylanib turib, uyda shu haloli bo'lib turib, uyda shuni nafsini qondirishga halol yo'li bo'lib turib, ko'chada zino qilgan, yo'q qaragan, o'qigan, bo'qigan, uni Xudo kechirmas ekanda. Buncha astedil tavba qilish kerak ekan, Xudo saqlasin. Va qiyomatda eng qattiq azob beradigan inson yosh katta bo'lib turib zino qilgan. Zinoni ham yomonini bi khalilati jarihi, qo'shnisini xotini bilan, o'sha mahallasida zino qilgan eng yomon. Buni kechirib bo'lmaydi. Buni kechirib bo'lmaydi azizlar. Eng katta gunoh o'zini mahallasida. Ya'ni o'sha Rossiyaga ketgan, yo bir deylik bir haftada bir kela Qo'qonda ishlaydi, Quvada va Andijonda Namanganda ishlaydi. O'shani xotinini yo'ldan urganda. Yo'qmi? Eshityapmiz. Orqa varatdan shabadalar bilan xabarlar kelib qolyapti. U bo'pti, bu bo'pti. Aytdi buna ish bo'lib qopti, metda buna ish, Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Internetga kiring-da, o'sha bir bolalar deb yozsangiz chiqib keladi. Son sanog'i yo'q. Aytdi ushalib qopti, betdi ushalib qopti, vohada, vodiyda, Rossiyada palon bugun azizlar, ko'zimizni ochaylik. Xudo uchun bir banda zinoni tark etmaydi. Bo'lmasam ambasini o'zini amakisini qilib pulini ham berayotgan ekan mesela. Ha, bir kamera ham yo'q. Faqat Xudo uchun tark etdim, Xudo deyapti, qarang. Amallar agar ixlos muhabbat bilan qilinsa, shunaqa quvvati, uni natijasi juda ko'p bo'lar ekan. Ozgina cho'zilib ketdi. Xudo rozi bo'lsin hammalaringizdan. Aytilgan ma'ruzalarni Parvardigor olam hammalarimizga manfaatli qilsin. Iloyim amal qilishning baxtini ham Xudoyim hammamizga nasib qilsin.